Endi o'zinglarni qiynab pitsa uchun xamir qorib o'tirish shart emas. Xamir qormasdan ham 1 liz chiqadigan pitsa retsepti. Zavtraqqa ham bor yo'g'i 15 daqiqada tayyor bo'ladi. Idishga tuxum, sut, un, tuz solib yaxshilab aralashtirib listga qo'yamiz. Ustiga bo'lsa bulg'or qalampiri, kolbasa, ko'kat, pishloqni terkudan chiqaramiz. Ustidagi masalliqlarni o'zingizlar xohishingizga ko'ra o'zgartirsanglar bo'ladi. 180 gradusda tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Endi issiqligida bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Bu pitsa dangasalar uchun juda ham zo'r nahodka ekan. Qanchalik mazaliligini bo'lsa sizlar tasavvur ham qilasiz. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Assalomu alaykum. Xitoyda yashagan paytimda go'shtni shu usulda pishirishganini ko'rgan edim. Shundan keyin bu retseptni yana ham takomillashtirib, o'zimizni tabga moslab, suvli va mazali qilib, sizlarga ham ilindim. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, hamma sirlarini aytib o'taman. Birinchi bo'lib eng muhim joylardan biri go'sht ustidagi yog'lari, qattiq joylari, plyonkalarini olib, xuddi shunaqa tayyorlab olamiz. Ortgan joylarini tashlab yubormaymiz, uni boshqa ovqatlarga, qiymalarga ishlatsak zo'r bo'ladi. Go'shtni ko'rsatilgandek hajmda to'g'rab olamiz. Muhimi bir xil hajmda bo'lishi kerak, shunda bir xil vaqtda, bir xil tayyor bo'ladi. Go'shtni asl ta'mini yo'qotmaslik uchun hamda qovurganimizda ziravorlar kuyib ketib, taxir bermasligi uchun ziravorlar solmasdan faqatgina piyoz, tuz, go'shtni ko'madigan darajada gazli suv solib, yaxshilab aralashtirib 1 soatga muzlatgichda qoldiramiz. Ushbu marinadda go'shtlarimiz yanada yumshaydi, suvni shimgani hisobiga qovurgan paytimizda qurib qolmaydi. Ko'rsatganimdek juda ham suvli bo'lib chiqadi. Go'shtning yoniga garnir sifatida chips tayyorladim. Kartoshkani bir xil hajmda to'g'rab olib, kartoshkani ortiqcha kraxmali chiqib ketish uchun muzli suvga solib, so'ng sochuvga yoyib quritib olamiz. Tayyor bo'lgan kartoshkani o'rtachadan pastroq oluvda qovurib olamiz. Shunda ustalari qizarib ketmasdan qarsildoq bo'lib chiqadi. Oxirida tuz sepib, yaxshilab aralashtirib, laganga solib go'sht qovurishni boshlaymiz. Go'shtni qizib turgan yog'ga solib, hamma yog' qizargandan so'ng idishga qo'yib, ustini yopib 3 daqiqa ushlaymiz. Bu orada yog'imiz yana qizib olgan bo'ladi. Go'shtlarni tez-tez aylantirib, ustini ko'rchka bo'lguncha qovurib olamiz. Aynan go'sht ichlari bilan pishib, suvini saqlab qolib, ustilari ko'rchka bo'lishining siri shunda. Bu kabobni ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar ham bemalol tayyorlasa bo'ladi. Shunaqa yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta layk aymasangiz xursand bo'laman. Bir kusoqqa 75 mingdan sotilayotgan San Sebastian retseptini bugun tep-tekinga bitta layk evaziga beraman. Cheez kremni aynan shunisidan ishlating. Mazasi ham, narxi ham juda ham yaxshi. 1 kilosi 65 ming so'm. Xona haroratida turgan cheez kremga shakar upasini solib, yaxshilab aralashtiramiz. 4 dona tuxum hamda 2 dona tuxum sarig'i. Ustidan 33% slivka yoki qaymoq, un va yaxshilab blender qilamiz. 26 diametrli qolipga pergament qog'ozdan solamiz va sitadan cheescake'li massani o'tkazib olamiz. Va duxovkada 3 xil gradusda pishirib olamiz. Opisaniyada graduslarini to'liq yozib qoldiraman. Cheesecake'ni sovutamiz, keyin muzlatgichga bir kechaga olib qo'yamiz. Bir kechadan keyin qizigan pichoq yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz. Aynan shu retseptda San Sebastian ideal mayingina bo'lib chiqadi. Xohlasangiz shokolad, xohlasangiz olchali konfi bilan tanovul qilishingiz mumkin. Bu salatning shunchalik mashhur bo'lib ketishini Sezar janoblarining o'zlari ham bilmagan bo'lsalar kerak. Birinchi bo'lib baton nonidan suxarik qilib olamiz. Nonlarni uchburchak shaklida to'g'rab, o'zingiz yoqtirgan ziravorlardan hamda o'simlik yog'idan solib, 15 daqiqaga duxovkaga baland olovga yuboramiz. Endi esa safed tovuq filelarini shu shaklda to'g'rab, ziravor hamda soya bilan qovurib olamiz. Qolgan mahsulotlarimizni birin-ketin to'g'rab olamiz. Salatning asosiy qismi so'si uchun mayonez, o'simlik yog'i, gorchitsa, murch hamda sarimsoq piyoz kerak bo'ladi. Hammasini aralashtiramiz. Salatni yig'ishni boshladik. Iceberg karomi salat bargini qo'lda maydalab olamiz. Qolgan mahsulotlarni birin-ketin solib yuboramiz. Eng oxirida esa sousni ayamasdan solib, qo'l yordamida yengil aralashtiramiz. Bir zumda Sezar salatimiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha. Kamida 300 ml sotilayotgan Milka tortini uy sharoitida 50 ming sarflab tayyorlashni o'rgataman. 5 ta tuxumga shakar solib, shu ko'rinishga kelguncha 6-7 daqiqa ko'pirtirib olamiz. Keyingi jarayon un, kakao, razrixlitel vanilinni elab, ehtiyotkorlik bilan tepadan pastga qilgan holda aralashtiramiz. Birozgina o'simlik yog'i solib aralashtirib, duxovkaga 180 gradusga yarim soatga yuboramiz. Ungacha eng mazali hamda oson morojniy kremini tayyorlab olamiz. Biskvit pishib olgach sovutib, to'rtburchak shaklida kesib olamiz. Milka tortini yig'ishni boshladik. Biskvit, propitka, krem, biskvit, propitka, krem. Shu tartibda tortni yig'ib olamiz. Ustiga shokolad bilan bezay bersak, yanada tortimiz mazali hamda chiroyli bo'ladi. Tortni retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab qo'ying, yaqinlaringizga bo'lishib, like tugmasini bosib qo'ying. Ko'p vaqtni olmasdan tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni yaxshi ko'radiganlar bu retsept aynan sizlar uchun. 1 minutda ichida yaxshilab tushuntirib berishga harakat qilaman. Ishimizni birinchi brokoli karomini suvda qaynatib olishdan boshlaymiz. Kerakli sabzavotlarni videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab olamiz. Endi bitta tog'ora ichiga hamma sabzavotlarni solib, tuz bilan oregano sepib, yog' quyib, yaxshilab aralashtirib, duxovkaga jo'natamiz. Ovqatimizning eng muhim joyi tovuqning qiymasiga kerakli ziravorlarni sepib, tuxum chaqib, chesnoni qirg'ichdan o'tkazib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Retsept uchun kerakli grammajlarni har doimgidek kommentariyaga
bosib qo'yaman. Yaxshi eriydigan sirni qirg'ichdan o'tkazib, rulon paketni videoda ko'rsatilgandek ochib olamiz. Qo'limizni suvlab, tayyor farshni paketning ustiga shunaqa ko'rinishda yoyib, o'rtasiga sirni solib, ustiga yana ozgina farsh qo'yib, chetlarini chiroyli qilib yopib olamiz. Chala eritilgan sariyog' surilgan skavorotkaga kotletimizni solamiz. Pastroq olovda pishirishga jo'natib, qopqog'ini yopib, duxovkaga qo'yilgan sabzavotlarimizni olamiz. Kotletga chiroyli rang kirguncha taxminan 20-25 minut aylantirib pishiramiz. Ovqatimizni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kamchiliklarni kommentariyaga yozib yuboringlar.